Bizda bunaqa pullar yo'q. Bunaqa oyliklar yo'q. Aldashadi, moshenstvolar deganlar uchun men oyliklarimni bankdan yechib olish jarayonimni siz bilan bo'lishishni xohladim. Ko'rib turganingizdek, oyliklarimizni xohlasak dollar ko'rinishida yechib olamiz, xohlasak esa o'zbek so'mida bemalol yechib olishimiz mumkin. Har taraflama qonuniy, ofitsialniy korporatsiya. Men o'zim jamoamga mana shunaqa daromadga chiqishni xohlagan ayollarni taklif qilaman. Sizlar ham uyda o'tirgan holatda bemalol mana shu yerda ko'rsatilgan summalardan-da ko'proq daromadlarga chiqishingiz mumkin. Siz ham kunlik xarajatlaringizdan tashqari shuncha foyda topishni xohlaysizmi, daromad qilishni? U holda menga darhol murojaat qiling. Men sizga Turkiyaning Ersah korporatsiyasi orqali shunaqa katta daromadlarga chiqish usullarini mutlaqo tekin обучениеda o'rgataman. Men o'zim ham boshida bunaqa natijaga chiqishimga realni ishonmaganman, chunki uyda o'tirgan holatda, dekretda holatimda bu kompaniyaga kirib kelganman va hozirgi kunda daromadim shundan 2 baravari. Men hozir qo'limga faqat oyligimning yarmini ushlab oldim.